Qadrli futbol ixlosmandlari, bugun bizda super o'yin. Ha bo'libim, raqibga qaraganda bu o'yin extra time'da o'tib penaltilar seriyasigacha boradi-yu. Yaxshimisan o'zing? Yaxshiman, lekin erim o'lganidan beri qiynalib qoldim. Ering o'ldimi? Qachon bo'ldi bu voqea? 1 yil bo'ldi. O'ldimi yo o'ldirdingizmi? Ha endi qo'ysangiz shunaqa gaplarni, unaqa ishlar bilan prokuratura shug'ullanasiz, aralashmang. Siz ham o'lib qolmang. Men nima o'laman? Men sinfdoshiman. Men buni erimidim o'lib qoladigan. Choy olib keling undan ko'ra mehmonga. Ha shuni olib keldim, dadasi. Ha olib kelgan bo'lsangiz bering. Mana. Rahmat, boravering endi. Kelin, Labiyojon. Bilasiz-a? Bu xonadonda men o'tir deganim o'tiradi, tur deganim turadi. Ha. Ojon, men sizga nima qildim? Bo'pti, boravering. Mana qarashmayapti bizga, boring. Ishingiz qil. Lekin keyingi shanba o'zimni dachamda sinfdoshlarni yig'yapman. Qanday mazza. Yo'q-e. Ersiz, xotinsiz kelishadi. Yo'q, baribir sizlarsiz ekan, boravering endi. Nima qilyapsiz bu yerda?